O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi Xorazm viloyati hududiy boshqarmasi tomonidan 2025-yilning birinchi choragi davomida amalga oshirilgan ishlari yuzasidan ochiq muloqot bo'lib o'tdi. Xususan, hududiy boshqarmaga jismoniy va yuridik shaxslardan 2025-yilning birinchi choragi davomida jami 965 ta murojaatlar kelib tushgan bo'lib, mazkur murojaatlarni sohalar bo'yicha tahlil qilinganda raqobat sohasiga oid 40 tani, iste'molchilar huquqlarini himoya qilish sohasiga 925 tani tashkil qiladi. Murojaatlar va o'rganish ishlari natijasida o'tgan davr mobaynida 42 million so'mdan ortiq pul mablag'lari iste'molchilar foydasiga qayta hisob-kitob qilinishi ta'minlangan. Reklama e'lonlarga qiziqib, sog'lomlashtirish bo'yicha telefon bo'ldi. Telefonga javob qildim, qiziqish uyg'onib borib ko'rdim. U yerda ozon apparati, yana massajni nakitka, yana bu shunday qiziqish uyg'otdi-da, ular bilan shartnoma tuzdim. Shu asosda men 27 million so'mga kredit oldim. Shartnoma asosida. Keyin uyga kelib ko'rib tovarlardan umuman qoniqish hosil qilmadim. Sraz ertasi kunidan boshlab, shu kun olib borgan bo'lsam, endi vaqt bo'lmadi, keyingi kundan telefon qilib murojaat qilsam, shartnomani bekor qilish rad qildi bular. Faqatgina qanaqadir skidkani menga taklif qildilar. Yo'q deb отказ qilsam ham bular yo'q, shartnomani bekor qila olmaymiz. Faqat skidka bo'lishi mumkin, unaqa. Nima qilishni o'ylab ham o'tirmasdan iste'molchilar huquqlarini himoya qilish boshqarmasiga sirazi kelib vaziyatni tushuntirib ariza qoldirdim. Sirazi ishni boshlashdi. 2-3 kunning ichida o'sha firmani daniyalarini tashlab ketgandim. Shularga murojaat qilib, o'zim telefon qilsam ham bilmay turgan o'sha firma ishchilari, mutaxassislari telefon qilib aktiv bo'lib qoldilar. Bular murojaatidan keyin, bog'langanlardan keyin. Xudoga shukr, bu kunda уже men tovarni jo'natib yuborganman. Bu ishim ijobiy hal bo'ldi. Shuning uchun xursandman. Shuningdek, O'zbekiston Respublikasi Raqobatni rivojlantirish va iste'molchilar huquqlarini himoya qilish qo'mitasi hamda boshqa vakolatli tashkilotlardan kelib tushgan materiallarni o'rganilib, jami 7 ta holatlarda tadbirkorlik subyektlariga O'zbekiston Respublikasi reklama to'g'risidagi qonuni buzilganligi yuzasidan ish qo'zg'atilib, bajarilishi majburiy bo'lgan ko'rsatmalar berilgan. Hududiy boshqarma tomonidan barcha turdagi tashqi reklama obyektlarida jami 435 dan ortiq reklama qonunchiligi yuzasidan monitoring ishlari amalga oshirilib, 273 ga yaqin holatda kamchiliklar aniqlanib, joyida bartaraf etilgan. Vazirlar Mahkamasining 170-sonli qarori bilan tasdiqlangan nizom talablari asosida yuqori likvidli va monopol turdagi mahsulotlarni birja savdolari orqali sotish yuzasidan doimiy ravishda monitoring ishlari o'tkazib borilmoqda. Bu bo'yicha raqobat bo'limi tomonidan jami 4 ta xo'jalik yurituvchi subyektga, xususan bu bo'yicha 3 ta paxta to'qimachilik klasterlariga, shuningdek bitta yog'ma korxonalarga Vazirlar Mahkamasining 225-nizom bilan tasdiqlangan bo'yicha raqobat to'g'risidagi qonun bo'yicha ish qo'zg'atilib, jami olingan 361 million 230 ming so'mlik ochiqcha olingan mablag'lar yuzasidan ish qo'zg'atilib, tegishli tartibda qaror va ko'rsatmalar berilgan. Ochiq muloqot davomida O'zbekiston Respublikasi reklama to'g'risida va boshqa qonunosti hujjatlariga kiritilgan o'zgartirishlar bo'yicha ham ma'lumotlar berib o'tildi. Ma'lumot o'rnida hududiy boshqarma tomonidan kelgusi chorak davomida yo'nalishli avtobus qatnovini amalga oshiruvchi korxonalar tomonidan iste'molchilarga belgilangan yo'nalishda harakatlanishi yuzasidan issiqlik manbai tomonidan issiqlik energiyasini iste'molchilarga me'yor darajada yetkazib berilishi yuzasidan, shuningdek xonadonlardagi gaz hisoblagichni batareykasi o'tirib qolganligi sababli ularga hisobdorlikni to'g'ri yuritilishi yuzasidan o'rganish o'tkazish rejalashtirilgan.